Oldimdan kessin deb Musa alayhissalom asoni ko'rsatuvdilar. Shayton kuldi. Ey Musa, men aytyapman-ku, Azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannat va do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan, behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar 1000 ta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, 1000 tasini bir pasda adashtiraman. 100 tami, 10 tami shuni ichida bitta qalbi toza, sof bo'lsa adashtir